100 ming probegdan keyin Cherry 7 Pro mashinasida nimalar o'zgarganini hozir bitta ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi bo'lib balonlaridan boshlasak, akamiz balonni kecha qo'ydirdim deyaptilar. Ko'rayotgan bo'lsanglar, даже kraskalari ham o'chmagan. Balonda o'zini заводской balonda 100 ming probeg yuribdi. Молодец. Xo'p, keyingisi amortizatorlari ham заводской. Даже ключda yechilmagan. Kraskalari turibdi, yechilmagan amortizatorlar. Bu tomoni ham xuddi shunaqa. Xo'p, tiyaga sanni bloklarga keladigan bo'lsak, sanni bloklari pastlari tiniq turibdi. Tepasi ozgina yorilgan, lekin yetilmagan. Bu tomoni ham xuddi shunaqa. Gulishtir qozoni chirimagan, teshilmagan. Bu yerda ozgina zaylashlari bor. Xo'p, oldi hadovoga keladigan bo'lsak, oldi hadovoyi наконечниси уже заводской. 100 ming probeg yuribdi заводской. Sharovoyi ham заводской turibdi. Sharovoy наконечник almashmagan bu mashinada. Bu tomoni ham xuddi shunaqa. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Va eng qizig'i, eng nozik narsa va eng tez ketadigan narsa bu stoyka stabilizatori. Bu ham заводской ekan. 100 ming probeg yuribdilar akamiz, qoyilona. Akamizga hozir korobka yog'larini almashtirib beryapmiz. Korobkasi ham o'zini заводской, korobka ochilmagan, remont qilinmagan. Korobka ham tiniq turibdi. Qanaqa mashina minsangiz, xoh Xitoydagi yoki Germanskiy qanaqa mashina minsangiz ham minishingizga qarab. Agar zo'r minib yursangiz, yaxshi e'tibor berib yursangiz, mashina tinib yuradi. Agar agressiv haydab, qo'pol minib mashinaga qaramasangiz, ana men degan mashina ham buziladi. Akamiz mashinaga chiroyli qilib qarab mingan ekanlar. 100 ming probegda faqat yog'ini almashtirdim, korobkani yog'ini almashtirdim xolos deyaptilar. Va bitta balon qo'yibdilar.